Mayli. Biz ham ana emasmiz-ku. Ellarimizni ozroq toblab qo'yadigan vaqti keldi shekilli Ovsinjon. Menimcha ham shunaqa. Bolasini olsin-da, hovlidan chiqib ketsin. Bizani tinch qo'ysin, to'g'rimi? To'g'ri. Shu lekin ukalari haliyam opam deydi. Ovsinjon, opani doğru o'tdi. Endi uni yo'lga soladigan xotinlari bor. Nima dedingiz? To'g'ri. Doniyor aka, to'g'risi ham shu-dek. Opangizning o'g'li katta bo'lib qoldi. Yaqinda maktab bitiradi. Biz ikkita o'g'il undan qo'rqamiz. O'zimiz uyimizda o'zimiz bemalol yurolmayapmiz. Pullari bor, mashinalari, uy-joy, hatto firmalari ham bor. Lekin nimaga haligacha opajon o'zlarini qiynab, mamtga buzab yashab yuradi? Shunisi tushunmayman.